Mana bugun biz shahar 10-maktab boshlang'ich ta'lim kasbiy rivojlantirish soatiga kuzatuvga kelmoqdamiz. Jamoamiz bilan. Sanolar opa, ustoz biz 10 minut kuzatamiz. Darsda davom etiraveramiz, keyin nima qilamiz? Hammalaringizga tarqatilgan rang-barang hayot yo'limiz topshirig'i bu 3 ta rangdan iborat: qizil, moviy, yashil. Qizil kartochkada ustozlar shaxsiy va kasbiy faoliyatimizdagi muammolarimizni yozasiz. Havorang kartochkada shaxsiy va kasbiy hayotingizdagi muhim insonlarni yozasiz. Yashil kartochkada to'g'ri tanlov qiling. Hayotingiz uchun to'g'ri tanlov qilasiz, o'zingiz maqsadingizni yozasiz va hayotiy kompetensiyalarga ega bo'ling. Bu topshirig'imizning maqsadi ustozlar hayot bir minutlik tasviriy san'atdan metodist Mo'minqulova, ismim Gulnoz. Sizlarga asqota degan umiddaman. Hozir biz ikkita qarsak chalamiz, uchinchisida 3 ta qarsak chalamiz. Metodi jalb qilish metodi. O'zlariga chalgan qarsaklar edi. Bugun hozir kayfiyatimiz juda ham ko'tarildi. Bundan oldingi maktab turganimizda ozgina tushunmovchilik bo'lgan edi. Katta rahmat. Jamoangiz faol ekan. Juda rahmat, sog' bo'linglar. 11-maktabga kelyapmiz. Texnologiyadan kasbiy rivojlantirish kuni bugun va boshlang'ich fani bo'yicha kasbiy rivojlantirish soati hisoblanadi. Texnologiya amaliy ish o'rganyapmiz. O'qituvchilarimiz o'zlarining yangi metodlar o'rganyapmiz. bugungi mavzungiz ustoz Sistema asosida integral ishlashga darslar. 5 model emasmi? Yo'q, bizga bugun shu. Ustozlar, nima yangilik? Kasbiy rivojlantirish kuni mashg'uloti sizlarga nima berdi umuman olganda? Yangi an'ana oldik. Bizga mana shu kasbni anaqa qilishda bitta motivatsiya bo'lgani hammamizga hamda o'qituvchilarga. Menga endi imенно o'zimga yoqqan tomonini aytay. Bu yerda o'rganganimni borib o'qituvchilarimga o'rgatyapman-da.